Appa, uyni tozalab degan edim, biroq ishga kechikib qoldim. Bo'ldi qizim, siz ishga menga ver. Uyning jafosi sizga tushib qoldi. Ya, hech qisi yo'q. Men yordamlashay dada. Bo'ldi qizim, uzun qilay. Dada, qani choy ichib oling. Rahmat qizim. Serika vaqtlaringizda bu kitobni o'qing. Vaqt to'shib qopti. Men ishga mangay emsa. Ma'qul qizim. Xo'sh appa. Ma'qul. Dada, xo'sh emsa. Xo'sh qizim. Baldiroq yenib keling, ha? Ma'qul. Dadasi, men amsi ishga berib kelay. Uyda o'zingiz diqqat qiling, ha? Ma'qul, hozirlik kelman. Texçi o'ltiribsan qudada, texash taxt o'rindig'ida o'ltiraveramsan kashkicha. Voy. Keldingmi bolam? Voy, kamsam seni nima chaqirgan? Xolsam kelmay, xolsam ketaman. Apam qani, ha, dada, apamdan katta. Apam ishga ketdi bolam. Ishga ketdi? Ne ketdi dedim? Ha, apam ishga ketdi, shundaqmi? Ishimiz qoldiq, shundaqmi? Hamsi bugun men pul lozim. Pul be. Ha, men pul be, men ozroq pul lozim bo'lib qoldi. O'g'lim, menda pul nima ish qilsin? Nima ish pul bo'lmoqdak? Qilib qo'ygan pullaringni chiqarmamsan. Onda qilmagan. Meni qiynamagan. Meni pullarim bo'ladi o'g'lim. Meni qiynamagan. Bo'lmoqdak. Uyda tiqib qo'ygan pullaring bormi? Chiqarmamsan shu pulni. Chiqira. Nimada ishonmaydigansan o'g'lim? Nimaga ishonmagidak? Men pul bor senda. Onda qilma. Menda bir pul yo'q. Chiqaramsan, chiqamamsan. Onda qilma o'g'lim. Agar chiqamaydigan bo'lsam, qani, o'zim maqtirib baxmisan. İst. Bu zaten ne mümkün? Bu balını şunca ecir bilen baksa, Allah bugünkü kunga kelganda bana moşundaq cevap qaytırsa, men nima günah qilgan bo'g'itdim zodi. Hayvan balısını baksan ağız burnunu yağ eter. Adam balısını baksan ağız burnunu kan eter degan moşoda. Mening ko'zimga sürtüp moşundaq azaplavassa, yani nima eskiliklarni qilar bu bola? Ha, tez bo'ling, ha, tez. Men qiz bol degancha put qo'lini chaqqan qiladigan xaridalar chiqib ketgandan keyin chiniqachilarni yig'ish-cho'zlab surtib olib, anda yasirsangiz bo'ladi. Necha qitim deymankin tag' bu qizga. Ishni zodimish tartib bo'yicha qilishni faqatli bilmaydi. Kunda esingizga solamdim men sizning cho'pchong bo'lib qolgan bir qiz bolaga kunda bunday gaplarni qilib yurishning nima ajdi? Yo, o'zini o'z so'rmagan. Voy, boshqa bir qiz topay desam, texi
Çay asıla. O'ltiring. Ma'qul. Qani, o'zingizmi Bo'ldi, çay iching. rahmat. Bo'ldi. O'ltirib, çay ichgach paranglashaylik. Bo'ldi. Men mansam bo'lamdikin. Amsa bu narsalarni uyingizga og'ash keting. Oy, bu Voy, uyda tursimi turaverdi ekan. Shunga uyingizga berib ishlating. Bizning uyda tursimi ishlatmaydi ekanmiz. ma'qul. Bu uyni o'z uyingizdek bilib, ko'p ajr singdirgan edingiz. Buningdan men bek xushal. Sizni davomli yaxshi rozi qilaman. Meni o'z hadingizdek bilib, uyimizda erkin ozoda turavering. Rahmat amsa. Men ma'y. Bo'ladi amsa. Ati boldiroq kelasiz. Bo'ladi. Men ma'dim amsa. Mijozim sal tusroq. Sizga qattiq quruq gap qilgan bo'lsam kechiraydim. Yaqay. Men ma'y amsa. Ma'qul amsa, ha? Avaylab meni. Atigarak kelasiz, ha? Ma'qul. Xo'sh. Voy. Voy xudoyim ey. Voy dadasi nimishlarni qilib ketib barsiz. Akalam menga bering. Akalam. Cho'jilarga suv berib o'tadigandim. Voy bo'ldi, men qo'yay, akalam. Bugun baldurlikni kelibsan-ku. Ha. Maryam xonim bugun ishdan baldir tushibdi ekan. Shu meni baldiroq qaytib aramaylang degandi. Qaytib keldim. Xudo berdi ko'rinmaydi dadasi. Men ko'rmadim. Tek kelmadi-ku. Bugun bir kun naladim shuganda u bola. Ko'p kunduz bo'lgandan ansirmasakmi bo'ladi, xotin. Ansirmay desimi ansirab qoladi ekan odam. Bo'ldi, ansirmanglar. Qo'sqingizni ichib qolganda bir narsa qilib beray. Ko'nglim hech nimani totmay yotdi. Qo'zig'im oshmadi. Mening shu, hech narsa yegimmi yo'q. Haris. Manaslarni Maryam xonim uyga og'ash keting deb bergandi. Og'ash kelgandim. Bu narsalarni akirib etay. Voy. Bu yerda bir narsa komdaklik qildi. Voy, televizor yo'q-ku. Voy, televizor yo'q-ku dadasi. Dadasi televizor qani deyman. Nima? Batdi-ku. Voy, yo'qdir edi. Voy, qandoqmi qilamiz? Uyga biroz kirganmidi? Yo'q, hech kim kirganda Amso televizor nega ketdi? Men nadim bilay. Voy, qandoq qilamiz endi, ha? Bari yo'q shu bir tal televizorimiz bor tursa bu jahonlikda. Bo'ptilar, apsi. Qopimaqla. Tazim qamlashmagan ish bo'ldi-ku endi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani o'tir. Anroq, o'zingiz yaxshi turgansiz, yaxshi. Xudoga shukr. Bugun uyda orom olgandi. Siz bilan ko'rishmaganimmi? Xeyli uzun bo'lib qopti. Shunga sizlar bilan ko'rishib chiqay deb kirgan edim. Avvallari yaxshimi? Bolalar ko'rinmaydi-ku. Ha, xudoga shukr. Nəhayət yaxshi turyapmiz. Ha. Xudo va'da ko'rinmaydi. U bir ish qilyapti-da. O hozircha bir ish qilmadi. Bayotdan bu yerda uxlab qopti ekanman. Uyda hech kim yo'qdi. Qarsam televizor yo'qdirdi. Baya uyning keyinda o'ltiribsa, Xudo va'da ko'zimga chiliq qanday qildi. Qarsam u bir televizorni ko'taryapti.
Televizoringlar buzib qolganmidi? Uni o'ngshatqilab qolganmidinglar? Asli shu bolaning qilgan ish ekanda. Qanday qilaq? Uyda bir ish bo'ldimi? Ha? Bu balansa. Oy, Apsi, qanday Televizorni Xudovadi jo'ndabdi emasmi? Oy, nim deydiganlar endi. Baya uyning keyinida Xudovadini ko'rganda, qarasam uning qo'lida bir televizor turibdi. Texmaslarning uydagi televizorni buzib qolgan bo'lsa, uni o'ngshatqilib etmagan chig'i debdimi? Oy, xudoyim, sapsaqla televizor emasmi? Qanday qilamiz? Bolam, siz uningga nasihat qilgan bo'lsangiz bo'pti ekan. Bu bola. Bo'ladi. Biz qo'lim qo'shni bo'lgandan keyin men uning nasihat qilib qo'yay. Sizlar xotirjam bo'lsizlar. O cho'ng'an siri ahli kelib qolar. Bo'z shunday qilsalar. Men bu qizimni ish qilib ketgan uyda dadasi yolg'iz qolgan desin. Bundaligini bilgan bo'lsa, televizorni evasan bo'pti-ki. Kundili pul deyishdan boshqani uqmaydi. Pul degan nadan keladi? Ya uqmasa, men texi saqsiz bo'lib, hech qog'i kelmasam, mush ahvolni ko'rib turib, yana bizga ish og'irmasa, mushundaq meni vas keyin qanday qilib ketadi? Voy xudo. Bo'ldi, ansirmislar. Bu mu asta-asta ahli kelib qolar. Ma'qulamsiz men chiqay. O tamam siz. Boshqa amanat. Xudoyimga amonat. Bo'ldi, chiqmiz. Qo'yay, men bo'ldi qapaslar. Tomoqni tayyor qolgandi. Ma'qulamsa. Xo'sh, rahmat. Xudoga amanat. Xudovadi. Qo'pa bo'lam. O'rnidan tura. Birdan uxlaychi. Bo'ldi, o'rnidan tura bo'lam. Voy birdan uxlab qo'yadi odamlar. Bu bo'lmasa. Xudovadi. Ayvoy, adam uxlab qo'ymay. Bolam, qo'pa o'rnidan tura. Voy, tasavvur. 2 minut. Bolam. Xudovadi. Qo'pa bolam. Meni sirtqa chiqib qo'y bolam. O'rnidan tura. Voy, ajabim botildi avadi. Tura bolam, unda qilma, qo'pa. Bolam. Meni sirtqa chiqib qo'y deyapman. Dersan birdi. Dadamdan tutsa qilib qolgan bo'lsa, xushal